19-noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 19-noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 69,22 so'mga arzonlab, 11.940,70 so'mni tashkil etdi. Yevro 94,64 so'mga arzonlab, 13.839,27 so'm bo'ldi. Rossiya rubli 0,40 so'mga arzonlab, 147,40 so'mga tushdi. Funt sterlin 105,46 so'mga arzonlab, 15.705,60 so'm bo'ldi. Yaponiya iyenasi 0,69 so'mga arzonlab, 76,92 so'mni tashkil etdi. Shvetsariya franki 124,88 so'mga arzonlab, 14.993,35 so'mga tushdi. Xitoy yuani 10,52 so'mga arzonlab, 1679,16 so'm bo'ldi.